Bongoni butunidan tiniq zo'rdan chiqsa olaman deganmidingiz? Mana Starex motor, metan, propan. Mashina butun hamma yo'g'ini ko'rdim. Bir 10-15% kraskasi bor. Uchqo'rg'onlik obunachimning mashinalari 12 ga 12 yangicha mordada. Mana bu yerda gugu cho'p tegizilgan radnoy. Xo'p, mana bu yerda sep qo'yilgan. Hozir ichidan ham sizga ko'rsataman. Labolari butun, koronalar bor. Starex motor aytganimda, lassa balonlarda. Eshiklar radnoy. Mana bu yerdan bilsangiz bo'ladi. Qarang, mana bu yergacha mana radnoy turibdi. Mashina tiniq. Bu mashinamiz O'zbekiston bo'ylab kira qilmagan. Bilasizmi, har bir viloyatda o'zi haftalik bozorlari bo'ladi. Chorshanba, payshanba, juma bozorlari bo'ladi. Shu bozorlarga borib parda sotishar ekan. Buni ko'chma yarmarka sifatida yon eshik ham bor, parda sotishgan. Mana bu yer ozgina chizilgan, radnoy, almashmagan. Qisa qilayotganda mashina jigar ezilmagan. Mana motori qarang. O'rtoqlar 1 gramm sut yo'q. Ichi qurib yotibdi. Risorlari ham yo'g'i zo'r turibdi. Bu meni mashatli ustalarim qo'liga tushsa boru, vobchi dahshat chiqadi. Agar bort 25 dan qo'ysangiz ko'ravering. Propani bor bir joyda. Hamma yo'q radnoy. Ya'ni mashina peregon holatda menimcha hamma yo'q radnoy turibdi. Orqa eshiklari ham zo'r, chirmagan. Mana tadbirkor bo'lsangiz, magazinga tovar mahsulotingizni tashiyman desangiz, qarang, ichlari ham zo'r. Mana o'yilmagan, uchib ketgan. Mustahkam bortga bortni poli bu. Koreyada shunaqa qilib taxlagan. Mashina zo'r ekan, lekin bu tomonlari sandiqlar bor. Baloni 12 o'rtacha balonlarda temir metan budkasi o'rtacha holatda, mashina tayyorlanmagan, asl holatda ko'ryapsiz. Mana choklari ham yo'q zo'r. Radnoy, eshik radnoy. Bu tomon baloni ham lassa. Mana bu yerlardan bilsangiz bo'ladi, radnoy. Chexol qilingan. Ichlar bitta yurib olsa yaxshi bo'ladi. Prostoy salondan ekan. 6 talik korobka 300 ming atrofida yurgan. Mana bu yerlarni ko'rdim, mana. Qarang, mana radnoy. O'z-o'zidan mana bu yerlargacha tiniq turibdi. Qisqasi dadil olaylik bu mashinani. Ichlari mana pechat o'rtoqlar. Mana bu yerda kraskasi bor edimi? Kosmetik, mana ichlarini ko'rdim men. Butun, ichiga o'tmagan. Zo'r mashina ekan. Hozir mana bu yer ozgina kirib qolgan. Bo'ldi. Buni yengil bitta go'zallik saloniga kirib chiqsa bo'ldi mashina. 13300 dollar. Asli 13,5-14 ga sotalik degandilar. Hozir qish, keling, odamlarda pul yo'q, arzonroq chiroyli nima qiladi, pul bo'sh etaylik desam, bo'p dedilar. 13300 dan ehtimol tepasida sunnatga 1-2 so'm berishlar mumkin. Faqat naqdga, lekin variant kredit yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, video pastda egasi nomerini qoldiraman. Uchqo'rg'onlik obunachim mashinalari kelib dadil prosta olib ketavering. Telefonda zakolat tushirib, kelib atganimday mashina bo'lsa, keyin datarsi pulni sanarsiz. Katta ehtimol bilan bu mashina uzoq turmaydi. Arzonroq, butun tiniq deganlar, bosadigan joyda ulgurib qoling, obuna bo'ling. Shunaqa mashinalarni endi muntazam qo'yib boraman. Bozorlarda, O'zbekiston bo'ylab bozorlarda yurishga ehtiyoj yo'q. Mana O'zbekiston Bongo bozori, universal avtoalamda like, podpiska esdan chiqmasin.